Hammaga salom do'stlar. Meni ismim Kompot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bo'ldim, bundoq qarasam biz anchadan beri nimadir banglatmayotgan ekanmiz. Tushunmadim, nima mana bu qush uchib yuribdi. Meni videoyimda sizlar ko'rishinglar uchun mana bu yerda katta qishloq turibdi. Bu 100% banglatayotgandan qilingan. Bu qishloq yodimizda kerak, to'g'rimi? Men buni turganimga o'zi bu qishloq biladimi? Bugun biz buni banglatchimizani. Agar sizlar eslasanglar, men o'zimning kanalimda katta Kompotni ham banglatganman. Katta Creeperni ham banglatganman. Endi esa bolalar bugun biz mana bunaqa katta qishloqni banglatamiz. Men hech qachon bunaqa qishloqni banglatmaganman. Sizlar ham bu qishloq banglashini ko'rmagansizlar. Hop, men bu yoqdan o'tib ketsin, men keyin videoni boshlayman. Xo'p, bo'ldi. Men hozir mana bu yerdan katta qishloqni olib turdim sizlarga ko'rsatish uchun. Bu qanaqa banglatayotganlardan qilingan. Mana bu yerda har xil banglatayotganlar bor. Mana shu katta qishloqni mana shu banglatayotganlardan qilingan. Ko'rishingiz bo'yicha bu yerda ko'plari mana bunaqa jigarrang rangda, mana bu och jigarrang, mana bu sal to'qroq jigarrang qanaqadir. Eng kuchli lekin menimcha o'sha bo'lsa kerak. Mana bu yerda bunaqa qora banglatayotgan ham bor. Har xil banglatayotganlar bor. Bolalar ko'ryapsizlarmi? Jigarrang, och jigarrang qanaqadir. Mana bu seriyaga o'xshaydi, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda qora banglatayotgan ham bor, unaqa seriy ham bor, oq ham bor, yashil ham bor. Buni esa men bilmayman qanaqa banglatayotgan. Bu qanaqadir olov rangli banglatayotganmi tushunmadim yoki vashcha qanaqa jigarrangmi? Ma'lum bo'ldi, o'zingizlar kommentariyaga yozib ketinglar. Menimcha o'sha aytganimda eng zo'r banglatayotgan menimcha mana shu bo'lsa kerak. X500 banglatayotgan bo'ladi bu. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlarmi? X500 bu. Bitta mana shu banglatayotgan 500 ta oddiy banglatayotganga teng bolalar. Yana menimcha mana shu qora banglatayotgan ham zo'r bo'lsa kerak. Bu banglab maynaqa mayda banglatayotganlarni otib yuboradi. Mayna xo'p bola kelinglar bularni olib tashlab turamiz-da. Men sizlarga mana bu banglatayotgan qanaqa banglashini ko'rsataman. Hozir qarab turinglar. Tayyormisizlar bolalar? Xo'p, tayyormisizlar? Qanichi tak bolaqo. Xo'p, qanichi hozir Minecraft qo'tadi, qarab turinglar. Oppa, qani? Hop, qachon bangillaydi bu? Qachon bangillaydi? Mana bo'ldi bolalar, bu bangillab bo'ldi. Hop, qanicha? Oppa, ana bo'ldi bola bangilab ketganini qaranglar. Voy, ko'ryapsizlarmi? Voh, tushunmadim, lekin bu qanaqa ajoyib bangiladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yoqqa yo'lga qoldi. Qishloqlarga ham hech nima qilmadi, tushunmadim. Bu menimcha bilasizlarmi, o'zi nimaga bo'lgan? Bu chunki qishloqlik banglatayotganda, bu oddiy banglatayotgan emas, qishloqcha banglatayotgan bu. O'shanga menimcha hech nima qilmagan bo'lsa kerak. Mayli, xo'p, kelinglar buni to'g'rilab qo'yamiz. Hop, yana bitta banglatamiz. Hop, qanichi? Davay. Hop, bo'laqo, sencha qachon bangillaysan? Tezroq bo'laqo. Hop, qanichi? O'y, bola qishloqlar o'lib qoldimi? Qanichi? Ana bo'ldi. Tayyor bolalar. O'sha qishloqlar ham yo'q bo'lib ketdi menimcha. Qanichi? Ay, yo'q bo'ldi. Mana qishloqlar turibdi mana bitta. Mana bu vashcha o'rtaga turib olgan, ko'ryapsizlarmi? 3 ta mana bunaqa blokka. Qo'yalari esa pastda. Baribir bu hech nima qilmas ekan qishloqlarga. Mayli, xo'p, bu juda ham zo'r banglatayotgan ekan. Endi kelinglar bitta mana buni banglatib ko'ramiz. Hop, qanichi? Oppa, ana bolalar ko'ryapsizlarmi? Tepaga uchyapti-da. Oppa, endi mayda bunaqa banglatayotganlar tushyapti. Oy, ko'ryapsizlarmi bolalar, hamma yo'q banglab ketdi. Ana bo'ldi, tayyor, bu ham bangillab bo'ldi. Mana ko'rishinglar bo'yicha men ikkita eng zo'r banglatayotganni hozir banglatdim. Mana shunaqa bo'lib ko'ryapsizlarmi qanaqa kuchli bangillab ketganini. Vashcha qishlog'imizni qattaligini ham bilolmayapman. Mana o'sha qaranglar, hamma yo'q bangillab ketdi bolalar. Hozir mana bu yerga kelib olaylik. Men bitta mana bunaqa banglatdim. Mayli, bitta emas, ikkita banglatdim o'z bundan. Ko'ryapsizlarmi? Agar hozir meni katta qishloqni bangillatsam nimalar bo'ladi men bilmayman lekin. Xo'p, bo'ldi, men endi hozir mana bu hamma yo'g'ini tuzatdim-da. Qaranglar, mana bunaqa banglatayotgan ham bor. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bu banglatayotgan banglatmaydi. Bu oddiy narsalar yaratadi. Qishloqlar bilan qanaqadir hayvonlar yaratadi. Hozir men sizlarga ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Xo'p, buni yoqamiz. Sal mamtroga turib olamiz. Xo'p, qanichi. Tadam! Ana bo'ldi bolalar, ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqa hayvonlar bilan qishloqlar ketdi. Ana bo'ldi, ujda hamma bilan o'rtoq bo'lishga ketdi. Xo'p, kelinglar, yana bitta banglatib ko'ramiz. Xo'p, bolaqa senchi? Bolaqa. Xo'p. Babam! Ana bo'ldi bolalar. Qishloqlar chiqdi, yana bular ham ketyapti hamma bilan tanish. Bu endi sal qiziqarli emas, sal oddiyroq. O'shanga men buni bu katta qishloqiga qo'shmadim bu banglatayotgandan. Qanaqadir zo'r bo'lmaydi deb o'ylayapman. Maylim bolalar, biz endi ketdik, mana katta banglatayotganni banglatamiz hozir.
Xo'p, bo'ldi. Mana bu katta qishloqni banglatayotgandan qilingan. Biza hozir buni banglatamiz. Oho, ko'ryapsizlarmi? Anu eng kuchli banglatayotgandan bilasizlarmi? Buni bosh qilingan. Mana shu boshini hamma yog'i почти mana shu kuchli banglatayotgandan qilingan. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda mingtadan ortiq mana shunaqa banglatayotgan bor. Hamma yog'i banglatayotgandan qilingan. Amanbe zamoki esa qora banglatayotgandan qilingan. Bundoq uchib ketib, mayda-mayda banglatayotganlar chiqaradigan bor-u. Hop, mana bu esa og'zini qilib turibdi qanaqadir mayli xo'p. Mayli bolalar biz hozir buni banglatamiz. Sizlar tayyormisizlar? Hop, unda tayyor bo'lsanglar bolalar ketdi banglatamiz bittasini. Hop, qaranglar endi hamma yoq banglab ketadi. Oho, bolalar ko'ryapsizlarmi? Oy, ko'ryapsizlarmi? Oy, hamma yoq uchib ketdi uni banglatayotganlar maydasi. Oy, hozir Minecraft juda ham qotadi, lekin ko'ryapsizlarmi? Hamma yoq banglab ketyapti. Sizlar aytishingiz mumkin, kompot bo'ldimi, o'sh banglamadimi deb, lekin yo'q, bolalar bu hali juda ham ko'p banglaydi. Bu oddiy hozir Minecraft qotyapti. Chunki agar juda ham ko'p banglatayotganlar banglatilsa, Minecraft juda ham yomon qotadi. Hozir mana shu yerda hech nima yo'q bo'ladi, ishoninglar. Hamma narsalar bangilab ketadi. Mana bu yerlar ham qolmaydi, hech nima qolmaydi bolalar, ishoninglar menga. Hamma narsa bangirlab ketadi, lekin hammasi bangirlash uchun ancha buncha kutish kerak lekin. Mayli bolalar, biz kutamiz unda. Men sizlar uchun kutaman, men sizlarga ko'rsataman hozir qanaqa bang'irlab ketganini. Mayli bolalar, unda men hozir kutaman. Bolalar, ana bo'ldi, hamma narsa ham bang'irlab bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi qanaqa bo'lib ketganini? Qayoqda bizning qishlog'imiz bo'lgan deb o'ylaysizlar? Lekin baribir bilsanglar kerak. Menimcha aytaman, mana shu yerda bo'lgan, chunki mana shu eng katta zarba olgan o'ziga. Qolganlari esa bor, u antlarni bang'irlatib tashlagan. Menimcha hozir hali ham bang'irlayotgan bo'lsa kerak, ya'ni oddiy mayda-maydalari, lekin menga ko'rinmayapti. Lekin qanaqa uzoqgacha bu o'tib ketgan bang'irlashini ko'ryapsizlarmi? Oho, mayli hop. Lekin juda ham zo'r bang'irladi. Lekin o'tgan safar kompot katta bang'irlatgandim. Agar o'tgan videomni ko'rgan bo'lsanglar, Creeperni ham bang'irlatganman. Ular menimcha bundan ham kuchliroq bo'ludi. Eslolmayapman. Ko'ryapsizlarmi? Bolalar hamma yoq suvli bo'yotibdi, lavala bo'yotibdi. Oy, yomon bang'irladi, lekin mayli hop. Biz unda hozir yana bang'irlatib ko'ramiz, lekin bunaqasini emas, bitta sal boshqacharoq ideya bor menda bolalar. O'shani bang'irlatib ko'ramiz. Lekin men ham yomon bang'irladi deb boru, qaranglar, mana bu katta teshuvlar bor, ko'ryapsizlarmi? Qani tunnelmi bu, nima deyiladi bu? Voy, mana bu lavalar, voy bu. Olmos topa olarmikanmiz bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Olmos bormikan? Bolalar, ana olmos bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda olmos ham bor ekan, olmos havosi bo'ladi. Mayli, xo'p, bizga hozir olmos kerak emas, biz bang'irlatishimiz kerak-ku. Ko'ryapsizlarmi? Oho, voy, yomon bang'irlagan, lekin hozir bolalar, unda biz yana bir marta bang'irlatib ko'ramiz. Faqat bunaqa emas, sal boshqacharoq bang'irlatganlardan bang'irlatamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, men hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa bang'irlashini. Hozir biz oddiy mana shunaqa bang'irlatayotganda bang'irlatamiz bolalar. Bu aytishingiz mumkin, bu kompot oddiy bang'irlatayotgan, u qizil bang'irlatayotgan deb. Lekin bolalar, menimcha bu ham zo'r bang'irlasa kerak deb o'ylayapman. Xo'p, bolalar, mana bizda tayyor o'sha mana shu qizil bang'latayotganlardan yasadim men bu katta qishloqni. Xo'p, endi hozir biz buni ham bang'latib ko'ramiz. Sizlar tayyormisizlar bolalar? Xo'p, tayyor bo'lsanglar, unda biz ketdimi bang'latamiz. Ham buni kattaligini qaranglar, qip-qizil. Mayli bolalar, ketdi bang'irlatamiz. Xo'p, qayerdan yana mana shu og'zidanmi, qayerdan bang'latamiz? Burnidanmi, boshidanmi? Keling, unda men burnidan bitta boshlab beramiz. Xo'p, qani. Qaranglar, hozir yomon bo'ladi. Oy, ana bo'ldi bolalar, ketdi, ko'ryapsizlarmi? Hop, qanichi? Bunaqa zo'r bang'irlamadi, lekin bu oddiy bang'irlatayotgan, bilasizlar, mana bu yerda qishloqlar yurishibdi. Meni uyimga ham tegibdi-yu, qaranglar, lekin. Hop, to'xtanglar, sandig'im lekin turibdi. Telefonim ham turgan ekan, telefonimga ishlama qilmabdi, glavniy. Mayli, hop, mana bu yerda baland bino ham bang'irlab ketibdi. Mana bu yerda esa vashi hech nimaga tegmabdi. Mana bu ikkita uyi omadi bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Bular umuman bang'irlamagan. Огородlarim ham ozgina bang'irlab ketibdi, quduq ham bang'irlabdi. Endi baribir unaqa zo'r bang'irlamagan baribir. O'tgan safargi vashchi hamma yonini bosib tashlagan duyonu daraxtlar bilan birga. To'xtanglar, men videoga oldimmi buni? Bo'ldi, videoga olman. Bolalar, bu bang'irlash sizlarga yoqdimi yoki yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Lekin menimcha katta bang'irlash undan ham zo'r bo'ludi. 100% 1000 barobar bundan zo'r bo'lgan bolalar. Bolalar, o'tgan videolarimni ham ko'rib ko'ringlar. Katta kompotni bang'irlatuvdim, creeperni bang'irlatuvdim. Mayli, hop, keling.
mana bu uyimni ham tuzatib ola qolaylik, unda qanaqa qilinardi tushunmadim. Mayli bolalar hazillashdim. Men bu uyimni bemalol o'zim qurib ola olayman boshqatda. Bolalar kommentariyaga yozib ketinglar, yana qanaqa binolarni bang'irlatay yoki qanaqa bir zombini bang'irlataymi, kommentariyaga yozib ketinglar. Ну что bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr. Tushunmadim. Men magazinga borib kelgunimgacha nimalar bo'lib ketdi qishlog'imizga? Tushunmadim. Nima bu yoqda? Nima bo'lgan?